Assalom babul. Voy babul, assalom, tinchmisiz? Charchamasdan qirchillab yuribsizmi? Yaxshimisiz? Siz iyimisiz? Ha, malades. Mana VR ochkimni berib yuboryapman sovg'a qilib. Hozir endi homiy istayapmiz-da, homiylar aloqaga chiqib yuborsin deb yozib gapirib qo'ying bir adovi. Ha, ayting. Aha. Rahmat. Ana aytdi, homiylar dedi, shashilinglar dedi. Konkurs hali boshlanmadi. Hozir homiy istayapti. Homiylarni hammasini qo'shganimizdan keyin konkursga start beramiz akalar. Babul, men ko'chaga chiqib kelay, ishlar borda. Ha, ko'ppa yuribsanmi? O'zi hayoting zerikarli bo'lsa, battar zerikarli qilib bitta ipga baylanib o'tiribsanmi? Battar bo'l. Opam, tuzingmilar? Yoniga bormayman, hozir ro'za-yu. Mada 3 ta tuqum bor ekan deylar. Ha, deylar taslar. Ana, birinchisi ochib chiqdi. Mana shu yerda tur. Nima sinmayapti? Ha, mana akang chiqdi. To'g'ri, 3-chilarni olib kelaman. Ana 3-chilar. Endi bularga qanaqa ism beramiz? Ism aytinglar, kommentariyaga yozinglar. Mana shu uchalasiga bir neobichniy ism kerak-da. Haligi Atos, Bartos, bir narsa o'z deganlardanmi? Qanaqa bir aytinglarda, bularga ism beramiz, keyin qaytib kelamiz. Ova. Voy, assalom, bratuxa. Hayotdan o'ta charchagansa, o'ta charchab qolgansa, chekmang. Tushirib yuborsam bo'lar ekan. Chekkaningni azobi shu bo'ladi. Tush. Pastga tushirib yuboraman buni. Qani? Biratan uxladi. Tush. Chekma degan mana shu uchun. Bo'ldi, biz voqea joy. Qo'rqib ketdim. Hech narsa bo'lmagandek, sekin orqaga qaraladi-da. Sog' bo'lasiz. Qochamiz bu yerdan. Qo'rqinchli ekan u.